bor uzr. Uni qandaydir jinoyatchi deb o'ylabmiz. Mayli, hech qisi yo'q. Ular qidiruvdagi jinoyatchini tekshirish uchun xodimlarni yuborishgan. Oddiy qilib aytganda politsiyadan juda oqilona foydalanishibdi. Ko'pchilik youtuberlar uyushtirilgan sahnalar tabiiy chiqishi uchun ancha ter to'kishadi. Bu esa yaxshigina daromad degani. Xo'sh, ularni fosh qilamizmi? Nima deysan, a? Bular yetarli emas. A? Biz yana o'sha xatoni qilamiz. Xuddi Pakko bilan bo'lgani kabi. Yigitlar, men bilan qachon video birga olasizlar? Rumi, Qilamiz degandinglar, qo'ysilardan chiqdimi? Menda bitta kontent uchun zo'r fikr bor. Birorta qiz o'rtog'ingni olib, uni kiyimiga kofe to'kib yuborsang-chi? Ko'radigan odamlarning soni osmonga uchib ketsa kerak-a? Baribir hamma videolarni sahnalashtiryapti. Biz ham qilsak nima qipti? Ssenariyni tuzib, mashq qilishni boshlayverish kerak. bu Mishu la'nati.